Bismillahirrohmanirrohim. Assalatu vassalamu ala rasulillah. O'zbek birodarlarimiz hamon fidoyilik va birodarlikning eng go'zal namunalarini ko'rsatib kelmoqdalar. Ular o'z mollarining zakotlarini va sadaqa ihsonlarini bizga yuborib, G'azodagi ko'chirilgan, og'ir ahvolda qolgan birodarlarning yonida turmoqdalar. Bugun ham siz aziz o'zbek birodarlarimiz tomonidan yuborilgan yordamlarni o'z egalariga yetkazish uchun mana shu yerdamiz. Alloh taolo qilayotgan ihsonlaringizni qabul aylasin. Mol dunyolaringizga baraka bersin va sarflaganlaringizning o'rnini bundanda yaxshirog'i bilan to'ldirsin. Alloh taolo ushbu sadaqa va zakotlaringiz sababli o'z soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan qiyomat kunida sizlarni o'z soyasida soyalantirsin. Ushbu ihsonlaringiz sababli Alloh sizlarni jannatiga kiritsin. Endi esa mana bu yetim bolalar huzuriga yetib keldik. Ularga ham siz aziz o'zbek birodarlarimiz tomonidan yuborilgan yordamni topshiramiz. Marhamat, oling. نشكر شباب الأوزبك بارك الله فيكم. Shu tariqa sizlarning zakot va sadaqa ihsonlaringizni haqiqiy muhtoj va munosib egalarga yetkazishda davom etamiz. Hozir biz mana shu muhtoj insonlar huzuridamiz. Siz aziz birodarlarimiz tomonidan yuborilgan naqd pul yordamini ularga topshiramiz. ميزان حسناتكم ان شاء الله يا سيدي. الله يوسع عليكم. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu or nomusli, muhtoj oila ham asosiy ehtiyojlarni sotib olish uchun moddiy yordamga juda muhtoj. Hozir ularga sizlar tomonidan yuborilgan ushbu naqd pul yordamini topshiramiz. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.